Ey, Guli. Hamma narsani o'zing hal qilyapsan. Gulchehra, bilib qo'y, bir o'zing hal qila olmaysan. Tushundingmi? Men hali tirikman. Tirik. Sekinroq, bola eshitib qoladi. Eshitaversin. Eshitsin. Bir marta bo'lsa ham eshitsin ovozlarimizni. Tushundingmi? Onalari nima qilayotganini ko'rsin. Senga nima bo'lyapti, Sevara? O'zingga kel. Men Sevara emasman, Gulchehraman. Hatto Jinimsan. ko'zimga qarab turib ham uni ismini takrorlayapsiz. Nima bo'lyapti sizga? Adashib ketdim. Nima? Mumkin emasmi? Ha? Mumkin emas. Bunday vaziyatda mumkin emas. Ey, adashishimga o'zing majbur qilyapsan. Ajrashmoqchimisan? Ha, Mayli, sen bilan ajrashamiz. Yolg'iz qolishni shunchalik istayapsanmi? Xo'p, yolg'iz qol. Ketaman. Bilib qo'y, qizimni to'yi o'tishi bilan ajrashamiz. Tushundingmi? O'g'lim men bilan qoladi. Sudda sendan tortib olaman. omon yosh bola emas. Yaqinda maktabni bitiradi. Hammasiga aqli yetadi. To'g'ri, yosh bola emas, maktabni bitiradi. Uni yoshidan ozgina o'tib, men ham uylanganman. Uni o'zim uylayman. Ungacha ukasi tug'iladi. Katta bola bo'lib qoladi. Nima? Ha, Ukas deysizmi? Qanaqa ukas haqida gapiryapsiz? shunaqa ukasi. Nima dedi. deyapsiz? Nima? Mumkin emasmi? Ha? Demak, sizlar Ha, kundoshing homilador. Ha? Nega jim bo'lib qolding? Bu senga og'ir zarba bo'ldimi? Ha? Men axir hammasini tugatmoqchi edim. O'zing bunga yo'l qo'ymading. Endi tugatay deganimda, sen boshqatdan boshlayapsan. baxtli bo'ling. Keting. Mayli, ketganim bo'lsin. Lekin bu uy meni uyim. Istagan paytimda, xohlagan paytimda kelaman. Keting. Xudo holat kelma shekilli. Ukasi. Bolam. Ukasi. Yo'q. Ey Xudo, jinni bo'lib qolaman. Jinni bo'lib qolaman. Kim meni eshitadi? Kim? Kim meni eshityapti? Kim? Ming la'nat sendagi ayollarga, Sevara, ming la'nat. Ming la'nat. Nafratlanaman.